Assalomu alaykum. Ismim Farhod. Buyuk Britaniya fintech kompaniyasida mahsulot menejeri bo'lib ishlayman. Bugun sizlar bilan NATN haqida gaplashamiz. Bugungi rejamiz NATN nima, NATN kimlar uchun va NATNni mutaxassislar o'zlarining fikri bilan bo'lishadi. Ular fikrlarini eshitamiz va umuman NATNni qaysi joylarda ishlatishimiz mumkin misollar ko'ramiz. Ketdik. Shu yerda bir daqiqa tanaffus olaylik. Agar sizga bo'lishadigan bilimlarim, yozadigan darslarim ma'qul keladigan bo'lsa va uni davomiyligini bo'lishni xohlasangiz, sizdan iltimos qilardim. Hozir videoni ostida bitta sharh qoldiring. Xohlagan narsa, video yoqdi, yoqmadi, qanaqadir savolingiz bo'lsa. Undan tashqari videoga like va albatta kanalga obuna bo'ling. Nega deb savol berishingiz mumkin. YouTube algoritmlari shundaqaki, qaysi video ko'proq sharh bo'lsa, unda ko'proq obunachi bo'lsa, ko'proq like bo'lsa, bu videoni ko'proq kishi ko'radi. Bizning maqsadimiz o'sha bu videoni, bu bilimlarni ko'proq ommaga yetkazish uchun. Shuning uchun like, obuna va sharhni ayamang. Rahmat. Videom davomida NATN so'zini eshitaman. Bu N8N. Inglizchasiga N8, 8 va N. Menimcha NATN deganingiz qulayroq deyman. Sababi baribir video darsliklar ko'rasiz, internetda yangi narsalar o'rganasiz. O'shanda sizga bu narsa so'z tushunarli bo'lishi uchun hozirdan o'sha NATN deb ishlata boshlasangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. NATN o'zi nima? NATN qisqa qilib aytadigan bo'lsak, avtomatizatsiyalashtirish uchun mo'ljallangan servis. Siz kod yozishni bilmaysiz, lekin qaysi takroriy jarayon bor, uni misol uchun o'sha kompyuter qayerga serverga joylashtirib, buni avtomatizatsiya qilishni xohlayapsiz. O'shanda sizga NATN yordamga keladi. NATNga har xil o'sha plugin deb aytaylik, keling hozir tushunarli bo'lish uchun, misol uchun pluginlar ulasangiz, o'zi tayyor o'shalar ulangan. Ular yana ham ishni yengillashtiradi. Misol uchun qaysidir jarayonga siz sun'iy intellekt ulamoqchi bo'lasiz. Bu yoki OpenAI deymizmi, DeepSeek deymizmi, Anthropic'ni Claude'ni deysizmi, yoki Gemini deysizmi, ularni ulaysiz. Telegramni ulaysiz, WhatsApp ulaysiz va har qanday ma'lumotlar bazasi bo'lsa, u hayolingizga kelgan deyarli barcha mashhur servislar NATNga ulangan. Misol uchun bitta jarayon boshlandi, Telegramga sizga xabar keldi, jarayon boshlanib ketdi. Bu xabar bazaga tushsin, bazadan olib, misol uchun keyin o'sha Telegram botingiz mijozga aloqaga chiqsin, biron narsa unga xat yuborsin va shunday qilib, misol uchun orqada o'sha AI agent degani, mana shu AI agent ham atrofida yaratsangiz bo'ladi. Ya'ni siz ishlamaysiz, sizning o'rningizga kimdir ishlaydi. O'sha AI sun'iy intellekt agenti. Internetda mana bunaqa diagrammalar ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bular o'sha LinkedInda, YouTube'dadir, balki bu NATNda o'sha flowlari, qanaqa boyagi har bir bo'lakchasi bu node deyiladi. O'sha nodlarni joylashtirib, bir-biriga ulab, atrofida qanaqadir mantiq, logika va tizim tuzish mumkin. Mana shu NATN. NATNda afzallik taraflari bittasi shundaki, siz kod yozishni bilmasligingiz mumkin va NATN sizga kod yozmasdan shunaqa kerakli narsalarni joyiga o'tkazdingiz, bir-biriga uladingiz va sizda o'sha avtomatlashtirilgan tizimingiz ishga tushib ketadi. Eng ustuvor taraflari mana shu bo'ladi. NATNda nimalar qilsa bo'ladi o'zi? Keling shu haqida to'liqroq gaplashaylik va bu narsani boshlashimizdan oldin keling NATNning o'zini saytida nima deb yozilgan bu haqida. Saytda ko'rsatilgan mana birinchi misol bu tasavvur qiling, xodim keldi. Yangi xodim qanaqadir formani to'ldiradi, o'zini ma'lumotlarni kiritadi yoki balki uni HR bajaradi va NATN nima qiladiki, bu xodimga Jira account ochadi, Slack qaysidir kanallarga ulaydi, balki biz O'zbekiston holatida balki Telegram kanallar bo'lishi mumkin, email ochiladi, qanaqadir qo'llanma yuboriladi. Tasavvur qiling, buni o'sha HR deymizmi, boshqa bir odam qo'lda bajarib o'tirish kerak. Hamma ma'lumotlarni yuborib, qo'shib o'tirish kerak. Va bunda bitta knopka bosiladi, ma'lumotlar to'ldirgandan keyin barcha narsa avtomatik darajada bo'ladi. Ya'ni takrorlanadigan ish, buni mana shunaqa avtomatizatsiya qilsa bo'ladi. Keyingi misol, bu yerda ko'ryapsiz, VirusTotal degan qanaqadir demak fayl kelyapti, qanaqadir bir balkim muammolar haqida yozyapti. O'sha fayl VirusTotal orqali tekshirilyapti va natijani qaysidir joyga chiqarib beryapti fayllar. Bu ham misollardan bittasi. Misol uchun sizning mijozlaringiz qanaqadir fikr qoldiryapti, qayerda sharh qoldiryapti yoki qayerdadir ulanib, o'sha sharhni olishingiz kerak. API orqali ulanyapti, sharhni tortib olyapti. AI ga misol uchun mana bu holatda OpenAI o'sha ChatGPTni modelni ishlatib, sharhda qanaqadir o'ziga kerakli insight, misol uchun mijoz yozgan. Bank kartalaringni yetkazib berish juda ham ko'p vaqtni oldi.
va qo'shimcha ko'p narsa yozgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy narsa boyagi tezlikni oshirish, bankkartni tezroq yetkazish. Mana shu ma'lumotlar oladi, AI buni kichikroq qiladi yoki tushunarliroq qiladi va buni o'sha ma'lumotlar sifatida Google'da jadvaliga tashlaydi. Sizga hozir o'zimning tajribamdan kelib chiqib, qayerlarda NLTni ishlatganman ko'rsataman. Bilsangiz agar Plov Split bot degan bot yaratganman Telegramda. Bu narsa, misol uchun restoranga do'stlaringiz bilan o'tirsangiz, hisobni bo'lishga yengillashtiradi. Mana shunda funksional borki, qo'shganman. Mana ko'rib turibsiz. Balkim ekranda skrinshot qo'shaman bu narsani. Chek to'g'ri aniqlandimi? Menga o'sha mani foydalanuvchilar fikri juda ham muhim. Va uni qaysini bosishdan qat'iy nazar menga Telegramga xabar keladi. Buni NLTda qilganman. Mana hozir ekranda ko'rib turibsiz. Men olamanda bu yerda chekni to'g'ri aniqlandimi? Yo'q deyman va qanaqadir sharh qoldiraman. Hammaga salom deyman. Mana natijani bosish knopkasini bosganimda natijani ko'rish, natija emas, fikr yuborish knopkasini bosganimdan yubordim. NLTni ishlab ketdi. Mana shu ko'rib turganingiz oddiy ikkita noddan iborat va menga bu xabar keldi. Demak, men o'sha o'zim mijozlarning fikrini darhol bila olaman va misol uchun buni o'rganib chiqaman. Nega bunday muammo, nima bo'ldi, qayerda muammoni o'rganib chiqaman. Bu bitta misol edi. Keyingi misolni ko'rsataman, qayerga yana NLTni ishlatganman. Yana bu ham o'sha botimga bog'liq. Botim foydalanuvchilar xabar jo'natish kerak. O'sha bot. O'shani men qanaqa qilganmanki, foydalanuvchilar barcha ma'lumotini Mixpaneldan tortib olganman va ularning ma'lumotlari Google jadvalda saqlanadi. U yerda mana shu koddan o'tadi, misol uchun ajratadi, qaysi biri ruscha o'rnatgan, inglizcha, o'zbekcha o'rnatgan. Mana shu NLTni o'zlari hammasini filtrlab oladi va kerakli xabarni, misol uchun o'zbekcha botni ishlatadiganlarga o'sha o'zbek xabarini jo'natadi. Va bu hammasi avtomatlashtirilgan bo'ladi. Men har bittasiga donalab yuborib o'tish shart emas. Yoki qanaqadir pullik servisni ishlatmayman. Bitta knopkani bosaman, hammaga xabar ketadi. Va hamma natijalar, misol uchun xabar ketdimi, ketmadimi, mana ko'rib turibsiz, mana bu joyda saqlanib qoladi. NLTni shuncha maqtadim, endi o'zi narx-navo qanaqa, nechta pul turadi degan savol tug'ilyapti. NLT agar o'zlarini serverida ishlatsangiz, bu shunchaki o'zlarining veb sahifasi ro'yxatdan o'tdingiz va NLTni ishlata boshladingiz. Bu sizga agar oylab to'lasangiz, oyiga 24 AQSh dollariga tushadi. O'zlari veb sahifasida ko'rib turibsiz bu narsani. Agar siz yillik to'lasangiz, 1 yilni birdaniga 12 oy to'lasangiz, unda sizga oyiga 20 dollardan tushadi. Lekin NLTning ancha qulayliklari bor. Uni bepul o'zingizning kompyuteringizda ishlatishingiz mumkin. Uni yoki 5, 6, 7 dollarga server sotib olib, serverga o'rnatishingiz mumkin. Men bu narsa bo'yicha o'rnatish va shularni tushuntirib berish bo'yicha keyingi darslar chiqaraman. Keyingi darsimda to'liq bepul arzonroq ishlatish yo'llarini o'rgataman. NLTda raqobatchilari kim? Alternativi bormi o'zi bozorda? Albatta bor. Bular asosiylari make.com, Zapier degani bor. Men o'zim Make'ni ishlatganman. Oldingi darslarni ham ko'rgansiz, Lowweb'lar bilan o'sha saytlar avtomatizatsiyalashtirganimizda o'sha Make'ni ishlatganman. Lekin NLTni ishlatib ko'rganimdan keyin ancha qulayligi borligini tushundim. Birinchidan, Make'da narx ko'tarilib boryapti va integratsiya bo'lgan servislar soni ko'p bo'lishiga qaramasdan, lekin ko'proq pul to'lashga majbur qilyapti. Hozir bepul tarifida Make'ni bor yo'g'i ikkita ssenariyani ishga tushirib qo'yish mumkin, lekin vaholanki sizda ikkita ssenariyada ishingiz bitmasligi mumkin. O'shanda va sizga NLT qulay kelishi mumkin. Undan tashqari Make'da bepul bo'lishi qaramasdan, ikkita ssenariy bo'lishi qaramasdan, boyagi ishga tushirilgan sxemalar, diagrammalarni soniga qarab, sizga balkim 1 oyga beradigan ularni limiti yetmasligi mumkin. Zapier'da ishlatib ko'rmaganman, lekin bilaman, internetda qarab ko'rganim, darsni tayyorlaganimda NLT ancha qulay. NLTning eng asosiy ustuvorlaridan joyi bilasizmi nimada? Menga yoqgan tarafi. NLTda bundaqa ko'rsangiz, mana bu yerda mana kod degan nodi bor. Mana ko'rsataman sizga hozir. Bu nima sizga imkoniyat beradi? Qanaqadir NLTni siz funksional yetishmayapti. Va nimadir qo'shishingiz kerak bo'lyapti. O'zingiz yozilgan funksional. Shundoq ChatGPTga kirasizda, menga shu narsa funksional kerak deysiz. ChatGPT sizga kod beradi. Bu JavaScript. O'sha JavaScriptni NLTga qo'yasiz. O'zingiz xohlagan funksional NLTning ichida paydo bo'ladi. Qulay emasmi? Maza. Keling endi NLTni ishlatgan o'zimizning mahalliy yigitlarimiz chet el bozorlarida o'sha NLTni avtomatizatsiyalash bo'yicha xizmatlarni sotishyapti. O'zlari loyihalarini qilishgan. Shular bo'yicha ular fikrini eshitib ko'raylik. Bitta men emas, ular nima deydi va qayerlarda NLTni ishlatgan. Ketdik.
NetN'ni 1 yildan beri ishlatib kelaman. O'zi yillar boshida biz NetN'ni ishlatishni o'rganishni boshlaganman. Bir internetdan o'zim mustaqil tarzda o'rganib, NetN'ni hozirgacha turli xil loyihalar qo'llab kelaman. Asosan ishlatgan loyihalarim, olib turadigan proyektlarim ko'proq chet eldan, asosan Amerikadan, Yevropadan. Masalan, misol keltiraman. Bitta menga shu yozda bir Fransiyani Green Energy degan kompaniyasi chiqishdi va ularni shu veb-saytlari uchun AI sales agentlar, ya'ni shu sotuv agentlarini qilish kerak bo'ladigan bo'ldi. Hop, shunda men ularni shu tayyor veb-saytlarga chatbotga berdim. Ya'ni ular degan muammo nima edi? Ularga har kuni ularni shu veb-saytlariga mijozlar tashrif buyuradi va ular mijozlaridan to'liq ma'lumot olib olmaydi. Ya'ni ko'pchilik ular mijozlarni yo'qotadi. Shularni keyin ular sotuv mutaxassislari uchun juda ko'p pul sarflashar ekan. Ularning maqsadi shuni to'liq sotuv mutaxassislarini almashtirish agentlar bilan. Qisman qildik, hozir ham ishlab turibdi va hali ham kuchaytirib boryapmiz. Asosiy ish nima bo'ldi? NetN qismi to'liq shu NetNda to'liq agent qismini, promptlar shu agent qismini qildik. Keyin undan tashqari biz Airtable'da CRM qismini ko'targanmiz. Shunda mijoz kirgandan keyin biror nima kerakligi haqida yozadigan bo'lsa, har xil savollar berib, shu mijoz haqida to'liq informatsiya oladi, emaillanadi, joylashgan manzilini, har xil informatsiya olib, CRMdagi ma'lumotlarni to'ldirib boradi. Shu orqali biz kelib turgan lidlar miqdorini oshirishga muvaffaqiyat bo'ldik va shu umuman kompaniyani sotuv jarayonlarini ham optimallashtirdik. Yana bir qiziq proyektlardan bu Londondan bo'lgan. Bir Londondagi bir biznes egasi bilan tanishib qolganman. Ularning asosiy turli xil bizneslari bor va u odamda har xil komandalar bor. Uning asosiy muammosi, u juda ko'p emaillar keladi, har xil kalendarlari bor va to-do listlari bor va juda ham ularni manage qilish juda ham qiyin. Shuning uchun unga bir AI assistant, ya'ni AI yordamchi kerak bo'ladigan bo'lgan va unga shu AI assistant qilishga yordam berganman. Ya'ni u AI WhatsAppga integratsiya qilingan, WhatsApp orqali unga har xil so'rovlar yuboradi. Uni kalendarlardan, emaillardan kerakli ma'lumotlarni olib, unga to'liq bir shu bizneslarini boshqarishga yordam beradi. Bu asosiy NetN qilgan ishlarimiz. Undan tashqari Make bilan ham oldin ishlaganman. Make bilan NetNning eng katta farqi bu ularning pricing, ya'ni pricing modellarida. Make bu NetNga qaraganda qimmatroq yuradi o'zi. Chunki undan tashqari, masalan, siz birorta workflow qiladigan bo'lsangiz, Make'da har bitta step, har bitta bo'lim uchun pul yozadi desak bo'ladi. NetNda unaqa emas. Siz qancha workflow katta bo'lishidan qat'iy nazar, uni bitta run qilish, ya'ni bitta execution uchun va bu bitta kreditga to'g'ri keladi va bu ancha arzon hisoblanadi. Asosiy farqi NetN bilan Make shu hisoblanadi. Aytgancha, Telegram kanalimga obuna bo'lgansizmi? Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, tezda obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sababi u yerda bilimim, tajribam, haftada 2-3 ta xabar qoldiraman, har xil jarayonlar, o'zim tajribam bo'lishib boraman. NetNda qanaqa loyihalar ishlatgansiz? Xo'p, asosan kichkinagina avtomatizatsiyalashtirishdan tortib turli xil AI agentlargacha. Misol uchun qilgan loyihalarim bu kichkinalari, mini CRMlari, kattalari qanaqadir SM menejerlarni vazifalarini o'z zimmasiga oladi. Misol uchun bundan bittasi, siz aytaylik qanaqadir Instagram yoki internet sahifalaringiz bor va u yoqqa post hozirda bir tashkilot uchun, ya'ni desert ishlab chiqaradigan korxonaga biz Instagram sahifalari uchun Idea Reels o'zi yozib beradigan AI agent qilib berganmiz. Ya'ni bu Instagramdagi siz bergan turli xil akkauntlar yoki hashtaglardagi videolarni o'zi olib turib, sizning kompaniyangizga moslashtirgan holda Reels uchun ssenariy yozib beradi. Va bu siz soatlab o'zingizda Reels'izga ideya qidirib o'tirishingiz, scrollingni vaqtini ancha tejab, hamma narsa avtomatlashtirilgan holatda bo'ladi. O'zingiz dasturchi bo'lishingizga qaramasdan nega NetNni ishlatdingiz? O'zim hozirgi paytda trend AI bo'lgani uchun AI agentlarga, modellarga qiziqaman va sohamni MLga o'zgartirishga qandaydir o'rtada ulanish bo'lishi uchun avvalo mana shu no-code avtomatizatsiya tool'larini ishlatyapman. Keyinchalik maqsadim bor o'sha MLga o'tib ketishga. N8 boshqa instrumentlarni ishlatib ko'rgansizmi? Ha, N8 dan oldin Maycom'ni ishlatib ko'rganman.
U Meko mana shu birinchi boshlayotganingizda juda ham yaxshi tool. Hamma narsani qanaqa ishlash kerakligini va user interfeysi ham juda ham sodda tuzilgan. Lekin hozirda mana shu no-code avtomatizatsiyalar ichida eng zo'ri bu NVSM deb bilaman. Chunki Meko va Zapier boshqa toollarda ular podpiskalari bor va ular qimmatli qilishi mumkin. Siz NVSM ni o'zingizda serveringizga yoki lokal kompyuteringizga o'rnatib bemalol ishlata olasiz tekinga. Va siz u ko'proq gibrid avtomatizatsiya tool, ya'ni siz xohlasangiz u yerga kod ham yozib bemalol o'zingiz xohlagan natijani ola olishingiz mumkin. N8N ni man isra36.com loyiham uchun ishlatganman. Isra36 bu dasturchilar uchun SQL ni sintaksida esdan chiqarib qo'yadiganlar uchun dastur. Man N8N ni assistent nodi bilan va Postgres nodlarini ishlatganman. Assistent nodi nima uchun menga kerak bo'lgan? U yerda OpenAI ga ulab turib, N8N da nima afzallik tomonlarini ko'rganman. Birinchidan bu open source, bu degani bepul ishlatishingiz mumkin. Ikkinchidan tayyor ko'p integratsiyalar bor. Jira, Slack, Telegram va hokazo ko'p integratsiyalar tayyor. Va uchinchidan u yerda N8N Hub degani bor. Ko'p tayyor avtomatizatsiyalarni topishingiz mumkin, pulga sotib olishingiz mumkin yoki o'zingiz sotishingiz mumkin. Endi minus taraflaridan biri bu ko'ringanidek oson emas. Baribir sal o'rganishga vaqt ketadi. Lekin o'rganib olganingizdan keyin keyingi integratsiyalar tez-tez qilib ketasiz. Va yana bitta minuslaridan bu dasturchi bo'lsa, qanday qilib N8N da testlash yoki avtotestlar yozib o'rgangan bo'lsa dasturchi, N8N da bu sal qiyinroq. Yana bitta plus taraflaridan katta bu gibrid modda ishlaydi. Bu degani siz xohlasangiz kod yozadigan joyingiz bor va xohlasangiz vizual diagrammada ulab xohlaganingizni tanlab boshqa servis bilan, masalan, men Laravel bilan integratsiya qilib servislar bilan ishlatganman. Freelance loyihamda backend qismini aynan nimasini qilganman deydigan bo'lsak, freelance ustimizda bitta loyiha haqida qisqacha aytib o'taman. Freelance nima deydigan bo'lsak, dizaynerlarni o'sishda yordam beradigan freelance platforma buyurtmalarni konkurs ko'rinishida o'tkazamiz. Qisqacha loyihamiz shu edi. N8N ni qanaqa workflowlarda, qanaqa jarayonlarda ishlatganmiz deydigan bo'lsak, masalan uchun buyurtmalarni, uchotini buyurtmalarni Airtable ga kiritamiz. Airtable bu databaza dastur, no-code databaza dastur hisoblanadi. Tipa Notion'ni analogi desa ham bo'ladi, lekin databazada chuqurlashgan varianti. Airtable ga buyurtmalarni kiritganimdan keyin unda buyurtmani e'lon qilish jarayoni rutinniy o'tardi. Ya'ni deylik, Telegramda topik ochish, Telegramda forum degan narsa bor. Forum ichida topik ochiladi. Undan tashqari bo'lsa, kerakli matnlar har doim copy paste olinadi. Shu jarayonlarni polniy N8N da avtomatizatsiya qilganman. N8N ni tanlashimning asosiy maqsad boshida o'zi ikkita tanlovim bor edi. Make-da qilish yokida dasturchi yo'llash. Nimaga ularni qilmadim? Make-da juda ham primitiv narsa edi va u bergan instrumentidan boshqa instrumentlarim yo'q edi. Ikkinchisi bo'lsa, juda dasturchi yo'llash edi. Dasturchi yo'llasam ham bo'lardi. Unda lekin nimalar yo'qotardim? Birinchidan proyekt ustidan kontrol yo'qotardim. Ikkinchidan bo'lsa, vaqt taraflama va nima desa bo'ladi, ketkazadigan pulim taraflama juda qimmatga va juda aytaylik ko'proq vaqtga ketardi. N8N ni boshida community versiyasidan boshlaganman. Ya'ni community versiyasi bu tekin versiyasi, o'zi self host desangiz bo'ladi. Boshida kompyuterga lokalni self host qilganman. Undan keyin bo'lsa Digital Ocean degan servisdan droplet ochib, o'shanda host qilganman va u oyiga $20 o'rniga $7 ga tushgan. Shunaqa gaplar do'stlar. Agar darslarim yoqqan bo'lsa, like va obuna esdan chiqmasin. Keyingi darslarda N8N da yana ham chuqurroq o'rganamiz. Salomat bo'ling.